g'iybat keltirib chiqaradigan sabablardan tiyilish kerak. Birinchisi, iymon mustahkamligi. Iymoni zaif odamlar g'iybat qiladi. Ikkinchisi, yomonlik va gunoh ahlidan bo'lgan insonlar bilan bir davrada o'tirish. O'tirmang birodar. Hasad qilish. Birovlarga havas qiling, Alloh taolo sizga ham nasiba bersin. G'iybatning dunyodagi uqubatlarini tushuntirdik. Gunoh erta qiyomatda Alloh taolo holiga voy bo'lsin dedi. Va bugungi kunda zotan g'iybatning qiyomatdagi azoblaridan Alloh taolo Qur'onda marhamat qilib aytayapti. Va qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Zotan biz ular qilgan har bir amalni Alloh taoloni fazlidan umid qilgan holda, Alloh taolodan yaxshilik so'ragan holatda har bir amalni sochilib to'zon qilib tashlaymiz. Demak, g'iybat qilguvchini, bo'hton qilguvchini yoki birovlarning obro'yini to'kkan insonlarning butun amallarini Alloh sochib yuboradi. Yo'qqa chiqarib tashlaydi.